Assalomu alaykum hurmatli talabalar va kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan eksperimental psixologiya fani yuzasidan eksperimental psixologiya va yo'nalishga doir izlanishlarning mohiyati mavzusidagi ma'ruzani o'rganamiz va mavzuga oid ma'lumotlarni sizlarga men Termiz davlat universiteti psixologiya kafedrasi katta o'qituvchisi, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Almardan va Salomat Bobonazarovna taqdim etaman. Bugungi mavzumiz bo'yicha Vilhelm Wundtni eksperimental psixologiyaga qo'shgan hissasi, Titchenerning laboratoriya metodlari, Ebbinghausni eksperimental psixologiyada amalga oshirgan tadqiqotlari va Brayan va Harterning eksperimental psixologiya nuqtai nazaridan olib borgan tadqiqotlarini ko'rib chiqamiz. Mavzuga oid tayanch so'z va iboralar quyidagilarni o'z ichiga oladi. Eksperimental, Ebbinghaus, Brayan, Harter, eksperimental psixologiya, tadqiqot, Titchener, laboratoriya kabi so'zlarni eslab qolsangiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Va eksperimental psixologiyani yanada o'zingiz mustaqil o'qib o'rganib teran tushunib olish uchun ekraningizda ko'rib turgan kitoblarga murojaat qilsangiz bo'ladi va ularni o'qib o'rganishingiz mumkin. Eksperimental psixologiyani fan sifatida rivojlanishini ekraningizda ko'rib turgan ushbu olimlarning tadqiqotlarisiz tasavvur qilish mumkin emas. Birinchisi bu Vilhelm Wundt. Oldingi darslarimizda ham sizlarni e'tiboringizga havola qilgandik. Vilhelm Wundt haqli ravishda psixologiya fanining asoschisi, aynan eksperimental psixologiya fanining asoschisidir. Keyingisi bu Titchener. Titchener o'zining laboratoriya metodlari orqali psixologiyada laboratoriyaning qo'llanishi mumkinligini asoslagan va keyingi olimimiz bu Ebbinghaus. Ebbinghaus ilk marta o'sha yuksak psixik taraqqiy etgan psixik jarayonlardan biri bu xotirani eksperimental yo'l bilan o'rgangan olimlarimizdan biri bo'lib hisoblanadi. Vilhelm Wundt bu germaniyalik fiziolog, nemis psixologi, faylasuf va tilshunos olim bo'lib hisoblangan. Va Vilhelm Wundtda shu tadqiqotda shu narsani ko'rishimiz mumkinki, ongning qismlarga ajratib, tarkibiy qismlarga bo'lib o'rgangan olim bu Vilhelm Wundt bo'lib hisoblanadi va o'zini ongni eksperimental yo'l orqali o'rgangan ma'lumotlarini fiziologik psixologiya fanida olib borilgan g'oyalarini fiziologik psixologiya asoslari 1880-yil, 1881-yillarda yozgan psixologik fiziologiya asoslari nomli kitobida barcha tadqiqotda o'rgangan ma'lumotlarni yozib qoldirgan. Vilhelm Wundt tomonidan 1879-yilda Leipzig shaharchasida ochilgan ilk psixologik laboratoriya butun dunyoda eksperimental psixologiyaning markaziga aylantirdi va bu laboratoriyada sezgi, idrok, turli qo'zg'atuvchilarga javob berish reaksiyasining sezgirligi va vaqtli assotsiatsiyalar, ya'ni bog'lanishlar, diqqat va oddiy his-tuyg'ular o'rganilgan hamda o'rganilgan jihatdagi eng ko'p holatlarni introspeksiya so'zi bilan, ya'ni lotinchadan olingan bo'lib, ichkariga qaralsin degan ma'noni anglatadi va psixologik tadqiqot usuli bu introspeksiya hamda bu psixologik tadqiqot usuli hech qanday vosita yoki me'yorlar asosida amalga oshirilmaydi va aynan eksperimentatorni o'z ruhiy jarayonlarini kuzatishdan iborat bo'lgan psixologik tadqiqot usuli bo'lib hisoblanadi. Va ushbu introspeksiya psixologik tadqiqot usullarini Titchener o'zini laboratoriya metodlari orqali quyidagicha turlarga ajratib chiqdi. Birinchisi bu analitik introspeksiya. Aynan analitik introspeksiya usulini Titchener yaratgan, uning asoschisi va u bu analitik introspeksiya orqali his-tuyg'ularni o'rgangan va his-tuyg'ular har doim qo'zg'atuvchi parametrlariga ega bo'lgan stimullarga javob beradi va elementlarga butunlay ajralib, odamni bitta his-tuyg'usini ko'plab elementlarga ajratish orqali tushunish mumkinligini analitik introspeksiyasida tushuntirgan va bu tahliliy o'zini o'zi kuzatish degan ma'noni anglatadi.
ikkinchisi bu tizimli introspeksiya. Germaniyaning Würzburg maktabida ishlab chiqilgan va bunda fikrlash o'rganilgan. Retrospektiv hisobot shaklida insonning fikrlash jarayoni, bu asosiysi kuzatishga borib taqaladi va odam obyektlarni, ma'lum insonlarni kuzatayotgan paytda unda turli xil fikrlar kechadi deb asoslangan tizimli introspeksiya usulidir. Keyingisi bu fenomenologik introspeksiya, ya'ni Gestalt psixologiya maktabida ishlab chiqilgan. Gestalt so'zi bu shakl degan ma'noni anglatadi va bu maktabda ishlab chiqarilgan usullardan biri ichki idrok usulini Berentano butun odamlarning ruhiy holatini izohlash uchun ishlatilgan edi va keyinchalik Dilthey o'zining tavsifiy psixologiyasida, gumanistik psixologiyada insonlarda psixologik yordam ko'rsatishlari uchun ishlatgan va odatda ichki idrok bu shunaqa narsaki, tasavvur qiling, sahroda juda chanqab ketgan insonga qum ustida quyosh nurlarining jilvalanishini go'yoki katta bir suvlik shu yerda bordek ko'rinadi va bu sarob tushunchasi bilan izohlanadi. Yoki shunaqa fenomenologik idrokning hodisalari bor. Aynan bitta tasvirga qaragan ikki xil insonlar, ba'zilari tasvirda yosh ayolni ko'rsalar, ba'zilari qari ayolni idrok etadilar. Ya'ni Berentano aytadiki, har bitta insonning ichki idroki bor. U shu ichki idrokka asoslangan holda o'zini ichida kechayotgan ma'lumotlarini kuzatib, shularga ko'ra xulosa chiqarib, sodda predmetlar orqali uning ruhiy holatini bilib olishimiz mumkin deydi. Oxirgi introspeksiya usuli bu o'z-o'zini tekshirish deb nomlanadi va uning asoschisi Ramayana Maharshi tomonidan bu ishlab chiqilgan. O'zidagi manba, ya'ni inson ongini, sofligini kelishi uchun men tuyg'usini o'rganish bilan xarakterlanadigan tadqiqot usuli, ya'ni inson o'zini ongida to'g'ri qildim, ushbu qilgan xatti-harakatim to'g'ri, qarorim to'g'ri deb bilish uchun o'z meniga vijdonan yondashuvi va men tuyg'usini o'zida shakllantirish orqali o'zidagi ongining sofligiga erishadi deb tadqiq qilingan usul. Va keyinda biz o'sha Ebbinghausni keltirib o'tgandik va Ebbinghaus bu German Ebbinghaus eksperimentator psixolog bo'lib hisoblanadi. U yodlash qoliplarini o'rgangan va buning uchun o'zini ma'nosiz syujetlarini, usulini ishlab chiqilgan va uning ko'plab asarlari bor. Ebbinghaus birinchi bo'lib xotira va intellekt, ya'ni yuksak darajadagi bilish jarayonlarini eksperimental metod orqali o'rganib olgan va Ebbinghaus hech qanday ma'nosiz bir-biriga bog'langan so'zlarni, yana 2300 ta so'zdan iborat bo'lgan undosh va unillardan tarkib topgan so'zlarni mexanik yodlab olishning qonun-qoidalarini asoslab o'tgan va uni o'zining egri chiziq usuli bilan mustahkamlab tushuntirgan. Siz ekraningizda Ebbinghausning asosiy asarlarini ko'rib turibsiz. Xotira to'g'risida 1885-yil, intellekt asari 1897-yil, psixologiya asoslari 1902-yil va psixologiya ocherki 1908-yilda yozgan va mana shu asarlarning hammasida olib borgan tadqiqotlari keltirilib o'tilgan. Ebbinghaus tarix va filologiyada, keyin falsafadan ko'plab tadqiqotlarni amalga oshirgan va eksperimental psixologiya uchun nemis jamiyati hamda psixologiya va sezgilar fiziologiyasi jurnali 1890-yilda nemis psixologlarning birinchi professional tashkilotini yaratgan olimlardan biri bo'lib hisoblanadi. Ebbinghaus Parijda tasodifan Fexnerning psixofizika asoslari kitobiga ko'zi tushib qoladi va bu yerda kitobdagi fizik stimullar unga hissiyotlar o'rtasidagi munosabatlarga oid bo'lgan matematik qonuniyatlarni shakllantirib oladi va o'sha matematik qonuniyatlar Fexner yaratgan matematik qonuniyatlarga asosan xotirani aniq qonunlarni kashf etish g'oyasidan ilhomlangan Ebbinghaus o'zini tajribalarini amalga oshira boshlaydi va ma'nosiz bo'g'inlar ro'yxati taxminan bu 2300 ta. Ebbinghaus 5 yil davomida ular bilan tajriba o'tkazadi va natijalarini xotira haqidagi asarida bayon qilib boradi. Ebbinghaus odatda eng yaxshi xotira bu takrorlashdan deb
kelib chiqadi va zarur bo'lgan takrorlashlar sonini u takrorlashning uzunligiga bog'liqligini va bir marta o'qishda odatda 7 bo'g'inlik so'zlar yaxshi yodda olib qolishini aniqlab bergan va shuning uchun bugungi kundagi mobil telefonlarning ham nomerlari 7 talik yoki 9 talik ekanligi shu asosida tashkil etilgan. Ya'ni Ebbingausni tadqiqotiga bog'liq inson bir marta o'qishda 7 bo'g'inlik so'zni juda yaxshi eslab qoladi va Ebbingaus aytadiki, inson qancha ko'p takrorlasa, ko'proq esda olib qoladi va takrorlash soni eslab qolishlar koeffitsiyenti deb hisoblab ko'radi. Va Ebbingaus Jon Bayronning Jonduan matnidagi bo'g'inlarni va so'z birikmalarini teng ro'yxatini o'rganib chiqadi. Mazmunli materialni 9 marta tezroq yodlab olishni aniqlaydi. Va unutishning egri chizig'iga keladigan bo'lsak, tasavvur qiling, siz 4 kufletdan iborat she'r yodladingiz va ushbu she'rda eng oxiri yodlangani bu oxirgi 4-kuflet bo'lib hisoblanadi. Lekin negadir biz birinchi kufletni emas, unutishda oxirgi kufletni unutamiz. Aslida agar unutishda birinchi yodlangani birinchi unutilishi kerak degan teoremadan emas, balki Ebbingausning egri chiziq qoidasiga ko'ra, tadqiqotiga ko'ra unutishni biz oxiridan boshlay olamiz. Va Ebbingaus shunday aytadiki, Wilhelm Wundt tomonidan ishlab chiqilgan eksperimental psixologiyani stereotiplarni yo'q qildi. Ya'ni u stereotip Wilhelm Wundt aytganda yuksak darajadagi psixik jarayonlarni o'rganish mumkin emas, lekin Ebbingaus yuksak darajada tashkil topgan xotira va intellektni eksperimental yo'l bilan o'rgandi va Wilhelm Wundt laboratoriyasidagi qotib qolgan stereotip fikrlarni yo'qqa chiqardi. Va Ebbingausni eng esda olib qolishga ko'rsatgan holatini shunday tushunishimiz mumkinki, agar siz o'rganayotgan narsa sizning qiziqishlaringiz va hissiyotingizga munosib kelsa, uni bir marta o'qigandayoq yodga olasiz va sizni umrbod bu xotirangizda saqlanib qoladi. Ushbu Ebbingausni aytgan fikrlarini men o'z hayotimda juda ko'p bor guvohi bo'lganman va odatda qaysidir joyda o'qib qolgan 4lik she'rlarim agar mening hissiyotlarimga munosib bo'lsa, u ko'plab yillar davomida o'zimni xotiramda hech bir qiyin holatda emas yoki ruhiy zo'riqishlarsiz doim yodimda saqlanib qoladi. Keling, bitta men qachon buni yodlaganman bilmayman, lekin u hali hamon yodimda turgan 4likni eslaymiz. Bolalik yillarim eslayman oz-oz, bosiq uyqu ichra yotganda olam. Tonglar qulog'imga kelardi ovoz, g'aflatda yotmagin erkatoy bolam. Bu erta bahorning sho'xsasi edi, bu munis onamning nafasi edi. Xuddi Ebbingaus aytgandek, bu 4likka qachon duch kelganman bilmayman, lekin 2-3 marta o'qish orqali xotiramda qolib ketgan va buning muddati 15-20 yildan ortiqroq va qachon so'rasangiz agar shu 4likni yoki yodimga olmoqchi bo'lsam, hech qanday ruhiy qiyinchiliksiz xotiramda qaytara olaman. Shuning uchun Ebbingaus aytadi, siz o'rganayotgan materiallar agar sizning hissiyotlaringizga munosib bo'lsa, ular juda ko'p vaqt inson xotirasida saqlanib qoladi. Va Ebbingausning ushbu tadqiqotdan keyin eksperimental psixologiyada tajribalar yanada rivojlandi va keyingi tajriba amerikalik psixologlar Brayan va Harterga tegishli. Ular telegrammalarni qabul qilish va yuborish malakasini rivojlantirish bo'yicha tajribalarni amalga oshirishgan va 20-asrning yaqinlashishi bilan psixologiyada kommunikatsiyaning tizimi inson ruhiyatiga ta'sir qilishi va kommunikatsiya holatlarida inson faoliyatining aralashuvi, axborotni uzatish tezligi ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotning muhim omili sifatida ekanligini Brayan va Harterlarning tadqiqotlarida ko'rish mumkin. Va telegrammada bilasizki, bitta so'z bu juda ko'p narsani anglatib boradi va insonga tushunarli bo'lish oqibatida kommunikatsiya aloqalari tez va sifatli yo'lga qo'yilishi kabi hodisasi uchraydi. Ushbu tadqiqotdan keyin Brayan va Harterni tadqiqotidan keyin eksperimental psixologiyada yana bir olim Kittel o'zini 16 faktorli shaxs so'rovnomasini yaratdi va idrokni insonning ruhiy holatlari ichida boshqa bilish jarayonlaridan ko'ra imkon qadar sal oldinda yurishini
Kittel o'z tadqiqotlarida o'rganib va bunday xulosaga kela olishni ta'minlab berdi. Va bugungi mavzumiz va eksperimental psixologiyada Ebbinghaus, Kittel, Brian Harter va Wilhelm Wundtning psixofiziologiya laboratoriyasida amalga oshirgan ishlari ilk eksperimental psixologiyani ta'minlashga juda katta hissa qo'shdi. Mavzu yuzasidan fikrlaringizni kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.